Katta biznes qilishni rejalashtirayotganlar uchun zo'r imkoniyat. Tasavvur qiling, siz bitta emas, birdaniga bir nechta biznes yo'nalishlarini yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Eng muhimi, buning uchun noldan qurilish boshlashingiz shart emas. Umumiy maydoni 730 kvadrat metr. Hududda ikkita alohida bino mavjud. Birinchi bino oshxona biznesi sifatida faoliyat yuritgan, ikkinchi bino kompyuterxona sifatida ishlatilgan. Eng katta afzalligi shundaki, siz mavjud faoliyatni davom ettirishingiz ham, obyektni o'zingiz xohlagan biznes yo'nalishiga moslashtirishingiz ham mumkin. Bugungi kunda tadbirkorlar eng ko'p qidirayotgan narsalardan biri tayyor joy va qulay joylashuv. Bu obyekt shu ikkala talabga bemalol javob beradi. Bu joy xususiy klinika, mehmonxona yoki hostel, o'quv markazi, ofis binosi, restoran yoki oilaviy kafe, fitnes, savdo va xizmat ko'rsatish markazlari uchun juda mos. Bundan tashqari, hududning maydoni va joylashuvi kelajakda biznesni kengaytirish imkoniyatini ham beradi. Bugungi kunda ko'pchilik bino qidirmaydi, ular daromad olib keladigan joy qidiradi. Bu esa shunday obyektlardan biri. Manzil Farg'ona shahar Ekmasan yaqinida, oldingi Cheburashka hududida joylashgan. Narxini 340 ming dollarga baholashdi. Albatta, kelishiladigan joylari bor. Bunday obyektlar bozorda kam uchraydi. Ayniqsa bir nechta biznes yo'nalishini bir joyda amalga oshirish imkonini beradigan variantlar har doim talabgir bo'ladi. Hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'laning. Videoni biznesmen tanishlaringizga yuborib qo'yish esa esingizdan chiqmasin.